Lishli xarajatsiz o'qishga kirish iloji bormi Jahongir aka? Albatta, bugungi kunda bizning kompaniyamiz Moskva tadbirkorlik akademiyasining rasmiy vakili bo'ladi va akademiya tomonidan bizga ishonchnoma berilgan. Ushbu ishonchnoma asosida biz vatandoshlarimizning hujjatlarini rasmiylashtirish, imtihonsiz ularni o'qishga olib kirish imkoniyatlarimiz bor. Faqatgina suhbat asosida bo'ladi va 1 yillik kontrakt to'lovlarini amalga oshirib qo'yishsa bo'ldi. Kontraktga отдельно to'lanadi, yana undan o'qishga kirgizib qo'yganingiz uchun отдельно to'lamaydimi? Albatta, kompaniya xizmatlari bor. 30 ming rubldan 50 ming rublgacha bo'ladi. Aynan biz orqali kirayotgan aytili vatandoshlarimiz hech qanday ortiqcha xarajatlari bo'lmaydi. Ya'ni ushbu siz aytib o'tgan 30 ming 50 ming rubl xarajatlarimiz yo'q. Undan tashqari o'z hujjatlarini o'zlari tayyorlab olib kelish kerak bo'ladi. Bu hujjatlardan pasport perevod, diplom perevod yokida attestat kerak bo'ladi. Aynan ushbu hujjatlarni rus tiliga o'girilgan notarius orqali zavereniyalarni olib kelish kerak. Xarajatlar borsa 5 ming rublga boradi xolos. O'shani ham qila olmaydigan odamlar bor, nima qiladi? Agarda uni qilisha olmasa, biz ularni qilib berishimiz mumkin. Faqatgina tan narxini o'zlarini to'lab qo'yishadi. Hujjatlarni bo'ldi. Jahongir aka, qachondan boshlanadi qabullar? Qabullarimiz boshlangan, lekin bir narsani inobatga olish kerak. Biz hozir hujjatlarni qabul qilishga tayyormiz, lekin o'qishga kirganligi haqidagi buyruqlar barchasi 1-sentyabrda chiqadi. Yoshi nechidan nechigacha bo'lsa? Yoshning umuman chegarasi yo'q. Universitet rasmiymi? Hech qanaqa mashinstvo yo'qmi? Bizning akademiya davlat akkreditatsiyasidan o'tgan va litsenziyaga ega, hech qanday firibgarliklar yo'q. Barchasi rasmiy bo'ladi. O'qish bo'yicha qandaydir savollaringiz bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga telefon qilishlaringiz mumkin. Konsultatsiya pullikmi? Barcha xizmatlar bepul bo'ladi. O'qishga kiraman degan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, xursand bo'lardik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.